bugun hammaga mashhur bo'lgan o'sha sinfdoshim taronasini chalishni o'rganamiz. Bunga bizga kerakli bo'lgan asosiy akkordlar 3-latdan am akkord, 6-latdan am akkord, 4-latdan am akkord, 1-latdan a akkord, yana 3-latdan am akkord va yana 3-latdan am akkord. Buni ketma-ketligi quyidagi tarzda bo'ladi. Ya'ni bu qo'shiqda 2 xil, 3 xil, 4 xil ritmlar bilan chalishimiz mumkin. Ya'ni dastlabki usuli pribor bilan. Ajib sar uyg'ontirda, sog'indimda qalam qo'shimni. Har kun tunda ulanib kundayim, sevardimda sinfdoshimni. Shu tariqa qo'shig'imizni aytishimiz mumkin. Bundan tashqari turli xil ritmlar, ya'ni undan tashqari sog'indimda qalam qo'shimni. Bundan tashqari yana bas bilan chalish hozirda moda bo'lgan. Bu bas bilan chalish quyidagicha chalinadi. Ya'ni bunda bas bilan ritm bilan chalish uchun dastlab bas uramiz, keyin ko'taramiz, yana uramiz, ko'taramiz. Yana sekinroq chalishga harakat qilaman. Ya'ni bundan musiqa chiqadi. Boyagi akkordlarga qo'ysak